Assalomu alaykum hurmatli aziz ota-onalar. Farzandingiz qalbiga yashiringan iste'dodni kashf etishga tayyormisiz? Unda Farg'ona viloyati Madaniyat boshqarmasi tasarrufidagi So'x tumani 30-sonli bolalar musiqa va san'at maktabi 2026-2027 o'quv yili uchun iqtidorli va san'atga qiziqadigan o'g'il qizlarni o'qishga taklif etadi. Bunda asosan musiqa yo'nalishlari fortepiano, an'anaviy ijrochilik, an'anaviy xonandalik, akademik xonandalik, estrada xonandaligi va shuning bilan birga san'at yo'nalishlari xoreografiya, tasviriy san'at, amaliy san'at, teatr san'ati yo'nalishlari bo'yicha o'quvchilarni qabul qiladi. Maktabimizda o'quvchilar malakali va tajribali ustozlar rahbarligida zamonaviy sharoitlarda tahsil olib, o'z iste'dodlarini rivojlantirish, turli ko'rik-tanlovlar, festivallar va konsertlarda ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'ladilar. 2026-2027 o'quv yili uchun qabul davom etmoqda. Farzandingiz iste'dodini kashf eting va uni san'at olamiga yetaklang. So'x tumani 30-sonli bolalar musiqa va san'at maktabi sizni va farzandingizni o'z safiga chorlaydi. Manzil: So'x tumani, Yangiariq, mahalla fuqarolar yig'ini, Yangiariq ko'chasi, 73-uy. Murojaat uchun telefonlar +998 99 kodi bilan 008 70 23 +998 99 kodi bilan 511 20 54 raqamlarga murojaat qilasiz. Aytgancha, qabul jarayoni 1-avgustdan 25-avgustgacha. Shoshiling, joylar soni chegaralangan.